Bugun Millarda yana bir natija haqida xabar qilmoqchi edik-ku, ammo biroz shoshgan ko'rinamiz. Gap shundaki, ko'rsatuvimizning avvalgi sonlarida Qarshi tumani Qoratepa mahallasidan o'tgan aynan mana shu yo'l haqida tanqidiy lavhani efirga uzatgan edik. Yağmurlu kunlar, ko'l bo'ladi, o'tib qaytib bir azob bolalar. Havo isigandan keyin bu changga endi turib bo'lmaydi, iloji yo'q. Chang yog'iladi. O'sha lavhadan keyin mutasaddilar yo'lning biz tasvirlarda ko'rsatilgan qisminigina asfalt qilishdi. Buning uchun ularga kichik bo'lsa-da minnatdorchilik bildiramiz. Ammo ishlar chala asfaltlashtirish nihoyasiga yetkazilmagan. Shu tufayli biz mavzuga bugun takror qaytdik. Yo'limiz juda og'ir ahvolda edi. Millar tasvirga tushirib ketgandan keyin faqat millar tasvirga tushirgan joy asfalt bo'ldi. Bunga millarga rahmat aytamiz. Natijasi, lekin qolgan joylari yana ta'mirtalab bo'lib, loy suv bo'layotibdi. Biz yana iltimos qilardikki, qolgan yo'llarni ham, bu markaziy yo'l hisoblanadi, qolgan yo'llarni ham shunday oldingi u tomondagidek asfalt qilib berishlarini iltimos qilamiz. Qarang, mana asfalt ahvolini. Katta ko'llar, kelayotgan mashina zarb bilan haydaydi, bachchalar usti boshi bitta o'tib ketishadilar. Har kuni usti boshda o'rlaymiz. Ko'chalar hamma yer o'yilib ketgan asfalt. Texnika juda ko'p. Katta mashinalar kecha kunduz o'tadi burada. Yo'llar buzib tayyorlayapti. Xo'sh, chala qolgan bu ishlar qachon yakunlanadi? Shu savol bilan yana mas'ul shaxsga bog'landik. Ma'lum bir qismi issiq asfalt beton qoplamasi bilan qoplandi. Nuqsonlarni yamash ishi 2026-yil may oyida amalga oshiriladi. Millar doimgidek bu muammoni ham o'z nazoratiga oladi. Yo'l to'liq ta'mirlanmaguncha biz bu masalaga takror va takror qaytaveramiz. Dilshod Nabiyev, Muqaddas Ismoilova, Qashqadaryoda shunaqa gaplar.